Xo'p, men oynada turibman, Anaconda oynasida turibman. O'zi Python Anywhere dasturini Anaconda tomonidan tayyorlangan dasturida. Xo'p, Consul 5 konsul. Demak, konsulimiz ochildi. O'quv markazida men Kalipayni qo'yganman. Demak, bu tayyor variant hisoblanadi. Undan oldingimizni davomi emas. Men registratsiyani o'tkazishni ko'rsatish maqsadida qilib qo'ygan edim buni. Xuddi shunday fayl ochiladi. Kirganingizdan keyin emailga kelgan xabaringizga tasdiqlash oynasidan so'ng xuddi shunday ochiladi. Faqatgina fayllar bo'lmaydi. Kalipay, o'quv markazi reklamasi degan narsalar bo'lmaydi. Siz qiladigan ishingiz Open Another File bo'limini ochasiz, o'tga nom berishni boshlaysiz. Bitta ixtiyoriy nom berasiz. Xo'p, ixtiyoriy nom berib qo'yishingiz kerak. Xo'p, direktoriya. Yoki saqlagan faylingiz ko'rsatsangiz ham bo'lar ekan. Demak, qayerga saqlagan edik? Home ID menda tayyor hammasi. Home ID mana. Home ID Kalipay. Ko'ryapsizmi? Home ID Kalipay. Menda tayyor varianti. Siz yo'nalishni ko'rsatasiz. Yo'nalish qatdan ko'rsataman deydigan bo'lsangiz, men dasturlashni tushunmayman deydigan bo'lsangiz, kompyuteringiz bo'lsa, kompyuter shunday rasmga olasiz, DeepSeek'ga otasiz. DeepSeek sizga yo'nalishgacha ko'rsatib beradi. Shunday oynani ochasiz va ma'lumotlar rasmga olib tashlab berasiz. Ma'lumotga asosan sizga direktoriya yozib beradi. Ya'ni chiziqchali hamma yo'g'ini. Buni Kalipay bu bizni demak dasturimiz. Pythonda tayyorlangan dasturimiz. Botimizning dasturi. Bunisi ID raqamimiz hisoblanadi. Bu home doim home'ligicha turadi. Agar home degan nima degani, foydalanuvchida nomini o'zgartirishingiz mumkin. Home deyu. Agar tegmagan bo'lsangiz, barchasida home turadi. Sizga Asilbek bo'lishi mumkin, Mahmudjon bo'lishi mumkin, Tohirbek bo'lishi mumkin, qayta nomlangan bo'lishi mumkin. Asosiy oyna. Xo'p, bo'ladi. Demak, bu yerdan tanlab oldim. Demak, direktoriyam tayyor, menda tayyorlangan edi. Endi meni qiladigan ishim konsul bo'limiga o'tishim kerak. Konsul bo'limim qayerda joylashgan? Xo'p, bu yerga kiraman. Agar telefonda bo'lsangiz, xuddi mana shu uslubda kompyuter bilan bir xilda bo'ladi. Faqatgina hozir bu tikka holatda bo'lyapti. Unda kompyuteringizda yonmacha bo'ladi. Mana Console Files, Web Tasks bo'limlari eniga ko'rsatilgan bo'lar ekan. Demak, Tasks, Send Feedback, Forms, Help, Blog Account bo'limlari bo'ladi. Endi siz nima qilishingiz kerak? Database, Send Siz konsul bo'limiga o'tasiz. Konsul bo'limiga o'tib turib, endi qiladigan ishingiz menda tayyor, mana Kalipay 5 konsulim tayyor. Endi siz qiladigan ishingiz, demak, qayerga kirib ketib qoldim, adashib qoldim. Xo'p, konsul bo'limiga kirdim. Konsul bo'limidan 5 tanlab olishim kerak edi. 5. Menda tayyor уже 5im. Demak, 5 ko'rsatib berishga harakat qilaman, qanday tayyorlashdi. 5 konsul bo'limiga o'tdim. O'tda 5 degan bo'lim bor edi. 5 bo'limini chiqarmayapti hozir. 5 bo'limiga kirib turib direktoriya berasiz. Direktoriya berishdan oldin yuklab olasiz kutubxonalarni. Kutubxonalarni yuklab qo'yishni ham hozir ko'rsatib berishga harakat qilaman. Fetch process list bu oxirida amalga oshirilgan protsesslarimizdan hisoblanadi. Xo'p, konsul bo'limida kirmayapti. Upgrade your account deyapti. Zamonaviylash o'zgartir demoqda. Xo'p, buni chiqamiz. Xo'p, chiqib ketib qoldik. Click this link, qayta kiramiz. Demak, muammoli vaziyat internet borasida 5 konsul, mana 5 konsuldan olgan demak joylarim, mana direktoriyalarim ko'rsatdim. Ushbu direktoriyamni kopirovka qilaman. Copy links text. Shuni kopiya qilaman-da, kopiya qilib oldim. Endi 5 konsulga joylashim kerak. 5 konsul, qani konsuls bo'limiga o'taman-da, bu yerda ko'rsatmayapti-ku. Hop. Fetch processing list. Demak, siz 5 konsulga joylaysiz. 5 konsul menda уже hamma yo'g'im tayyor ekan. Fetch processing list bo'limiga o'tasizda. Uzr so'rayman, battan emas, fetch process. Mana botim ishlayotganini ko'rsatyapti, doimiy ish faoliyatida. Siz nima qilasiz? Bu yerga kelmaysizda Kalipay. Ya'ni yo'nalish berasiz. Yo'nalish berasiz. Hozir yo'nalish qismi menda chiqarmayapti. Demak, konsul bo'limidan yo'nalish berishimiz kerak edi. Agar yo'nalishimiz yetmasa, qo'shimcha kutubxonalarni o'rnatib olishimiz kerak. Ya'ni qo'shimcha kutubxona nima degani? Sizni Pythoningiz uchun, ya'ni Python dasturlash tilingiz uchun mos bo'lgan alohida demak nima deydi? Kodlarni, demak kutubxonani olib olishimiz kerak. Ko'pincha pip 3 bo'ladi, pip 3 install bo'ladi. Telegram bot deb yozasiz.
ushbu usulda qilasiz. Hozir menda harakat qilyapman chiqarib berishga sizlarga. Xo'p, qayerga ketgani? Xo'p, upgrade your account. Xo'p, bash bo'limiga kirasiz. Bash console bo'limida edi. Ko'rsatib berishga harakat qilyapman. With your current Python anywhere you can have more if you upgrade your account. Xo'p, o'sha jarayonni qilib bo'lganingizdan so'ng Kali Py 3 sortingga kirasiz, ya'ni mashqqa saqlanib bo'ladi, do'stlar. Mana Kali Pyga saqlanib bo'lib qoladi. Kutubxonalar o'rnatib bo'lganingizdan keyin. Kutubxonalar. Demak, konsol bo'limiga qaytadan o'tyapman. Esda tutinglar. Hozir ko'rsatib berganim yo'qman. Sizga ko'rsatib berganim yo'q. Demak, terminalda ishlashdi. Terminalda birinchi yuklab olasiz uni. Do'stlar. pip3 install yordamida kutubxonalarni o'rnatasiz. Kutubxonalardan keyin direktoriya ko'rsatasiz. Direktoriya men sizga ko'rsatdim. Hozir menda nima edi? Demak, bu bo'limga qaytgan vaqtimizda mayda hop. Mana home ID 34279 Kali Py. Va shuni kopirovat qilib turib, kopirovka qilib turib 5 konsolga joylasangiz ham bo'ladi. Mana 5 konsol ham ochildi. Mana sizlar uchun 5 konsol ham ochib qo'ydim. Hop, bular bizga umuman kerak emas. Endi qiladigan ishimiz nima? pip3 install. Biz demak, bu shart emas ekan. Qaysi direktoriyada turganimizni bilmayapmiz. Ikki xil usuli bor. Xohlasangiz ChatGPT, xohlasangiz DeepSeek, Gemini, farqi yo'q, shu kabi sun'iy intellektlar yordamida bajarsak ham bo'ladi. Ya'ni rasmga olib turib tashlaymiz. Kompyuterimiz yoki ikkinchi telefonda shunday jarayonda rasmga olib turib tashlasangiz, rasmingizdan ham aniqlab beraverar ekan. Endi men PVD yozuvini kiritdim-da, demak, yo'nalishni bilmoqchiman. PVD, demak, PWD yordamida qayerda turganligimni aniqlayman. Demak, mana home ID 34279 da turibman ekan, do'stlar. Endi mana shu direktoriyam bo'ladi. Mana shu direktoriyani ichiga kirib olishim kerak. PWD bu yaqinda boshlaymiz, nasib etsa, Kali Linux dasturida ishlatiladigan ajoyib bir buyruqlardan biri hisoblanar ekan. Home, ya'ni home ichida ID 34279 bo'limi. Xo'p, endi ls bilan ko'rib olaman, qayerda turibman ekan. Shart emas bu. Demak, PWD yordamida yana qaytaman. PWD. Endi men versiyani bilmoqchiman. Version, adashmasam version yordamida bilib olishim mumkin. Version. Demak, version, sorry guys. Xo'p, mana bo'limda men versiyani bilib olishim mumkin. pip3, mana pip3 install. pip3 install bo'limi bor. pip3 install qilaman. Demak, Telegram bot update qo'yishim kerak. Update command not found. Ya'ni commanddan topolmadingiz. Mana muammo bo'lib qoldi. Endi ChatGPT ga boramiz. Endi bilamiz, meni commanddan esimga kelmayapti. pip3 ChatGPT ga boramizda bash konsoldan so'raymiz. Xo'p, buyruqni yozib bering deymiz. Buyruqni, xo'p. Python anywhere uchun bo'lmas. pip3 hop Telegram hop Telegram bot kutubxonasini o'rnatib berish buyruq qismi bo'limini kiritamiz va beramiz. Qani top beradi. Men esimga kelmay qoldi, bunisi ko'rsatardim komanda satriga. Mana turibdi Python Telegram bot. Shuni olamizda. Demak, pip3 ekan bizniki. Siz o'zingiz versiyangizni aniqlab olishingiz kerak. Hop, shuni demak biz terminalga joylayman, qarab turing. Mana ketdi. Endi start berishni boshlayman. Mana ko'ryapsiz, kodlar yozilishni boshladi. Endi meni bash konsolim tayyor. Konsolim tayyor. Endi konsolimga kiritishni boshlayman. Direktoriyani kiritaman, buncha PVD buyrug'ini berishim kerak. Hop, PVD. Clear qo'yaylik. Clear qilib tozalaveramiz. Hop, adashib ketdim. Clear. Ana tozalaverdik. Clear degani u keyinroq gaplashadi. Tozalaverish ekranni terminalda. Hop, tozalab tashladik. Endi qiladigan ishimiz direktoriyani topishimiz kerak. PWD yordamida qayerda turganligini, ya'ni bizni
faylimiz qayerda turganligi, ya'ni bizni akkauntimiz, ya'ni nima desa bo'ladi? Bizni userimiz mana ID 34279 home'da ichida turibdi ekan. Shuni ichida bizni faylimiz turibdi ekan. Pythonda saqlavdik-ku. Demak, Pythonda saqlab olganimiz turibdi ekan. Demak, saqlab olganimiz turgan bo'lsa, endi biz shuni ko'chirib qo'ysak ham bo'laveradi. Ya'ni direktoriya ichiga kirishimiz kerak. Kirganimizdan keyin install qilishni boshlaydi. Home yozyapman, ID 34279. Buyrug'ini bosaman. Mana siz ichidasiz deyapti. Is it directory deyapti, direktoriya. Endi bundan chiqaman. Bu bash konsolda ishim bitdi. Demak, bash konsol kerak emas. Endi men bu yerga chiqib ketdim-da. Endi meni qiladigan ishim boshqa yoqda hisoblanar ekan. Xo'p, endi meni qiladigan ishim files bo'limida hisoblanadi. Files bo'limida hamma narsam tayyor. Hop, upload file, cache, console dashboard. Dashboard bo'limida edi. Demak, hamma saqlanib qilib qo'ydim. Hop, qayerga ketdi endi bu qismi? Hop, uzr so'rayman. Console bo'limiga o'tib oldim. Console bo'limiga o'tdim. Mana bu yerga ko'ryapsizmi? CaliPy, Python 3.13, Bash console bular saqlanib bo'lib qolgan bo'ladi. Chunki yoqda siz direktoriya ko'rsatib qo'ygansiz. U direktoriya ko'rsatganingizdan siz fetch process listni bosasiz. Fetch process list yordamida nima qilasiz? Mana serverga joylangan bo'ladi. Mana shunday qilsiz fetch process list. Listlarni joylab qo'y serverga degan buyruqni berasiz. Ko'ryapsiz? Mana. Nechida joylangani tayyor turibdi ekan. Xo'p, endi joylandi. Endi botimizga kirib ko'ramiz. Botimizga. Ya'ni hop, Calix.uz kanalimizga kiramizda endi Calix.uz botni yana ishlatib ko'ramiz. Calix.uz bot clear history qo'ramiz. History tarixini tozalab olib start berishimiz kerak. Demak, start tugmasini bosamiz. Mana tayyor. Demak, aloqa joylashuv haqida ma'lumotlar, qo'shimcha ma'lumotlarni Calix Academy tomonidan Calix John boti yordamida olishingiz mumkin. IT asoslari kurs fayl topish mumkin emas. Nimaga? Har joylashganimiz yo'q, chunki kursga hali start berilmadi. Offline kurslarda Python asoslari bu hech qaysinisida yo'q hozircha, lekin fayllar joylanib boriladi. Kompyuter aloqa va joylashuv haqida ma'lumot olish uchun ushbu bo'limdan olib olishingiz mumkin. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, keyingi darslarda qiziqarli mavzular bilan boshlaymiz. Nasib etsa, keyingi darsdan Kali Linux, ya'ni hakerlar foydalanadigan dasturlarni qisqacha tanishtiruv bo'limiga o'tamiz. Barchaga rahmat.